Yer yuzida любой mashinaga mana yo'l harakat xavfsizligi qoidalari chiqqan, to'g'rimi? Lekin Damas'ga qonun yo'q. Damas'ga qonun. Nyutonning ikkinchi qonuniga ham to'g'ri kelmaydi bularni yurishi. Umuman farq qilmaydi. To'g'ri ketayotgan bo'lasiz. Bir tuzuk to'g'riga qarab ketyapsiz, gaplashib, so'pirib. Kimdir qo'lini ko'taradi, kimdir. Farqi yo'q. Yo'lni nari betida ko'targan bo'lsin, stressnidan ko'targan bo'lsin, shuni o'tadi. Aja qaytyapti bu o'g'lima deb o'tib ketadi yani o'zini yo'liga. Umuman cho'chish yo'q. Bilmayman, bularga duq tonnalab berilgan. Mana odam mashina minyatib o'lib ketishi mumkin. Kimdir o'ldirib qo'yishi mumkin. Kimdir o'ldirib qo'yib o'zi ham o'lib ketishi mumkin, to'g'rimi? Xuddi shu narsani bilgandan keyin qanday qilib oldidagi mashina o'zidan 1 metr oldinda ketayotganini bilib turib, tunukadan necha qalinroq mashinaning ichida, to'rimizni kami velosipedni to'rimizdan ham ishonchsiz mashinaning ichida 120 tezlikda shunday rolni qo'yib olib turib, "Mo eshik ochib yopilmay qolibdi" deb orqadagi eshikni yopib qo'yish mumkin. Bu aka, rolni mahkam ushlang, iltimos. Spaningizga ham kirib keting, qo'yib yubormay, biz tushib olaylik, jayimizga to'g'risi.